Vohamizning mirishkor dehqonlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini erta bahordan yetishtirib, mahalliy bozorlarni ta'minlab kelishmoqda. Shuningdek, yetishtirgan mahsulotlarini chet davlatlarga eksportga yo'naltirib, qo'shimcha daromadlarini ko'paytirib borishyapti. Muxbirimizning navbatdagi lavhasida qovunning daladan dasturxongacha, yetishtirishdan eksportgacha bo'lgan jarayonlari haqida batafsil hikoya qilinadi. Bu yuk avtomobili ovozi Surxondaryodagi qovunchilik bilan shug'ullanuvchi qishloqlar ahliga yaxshi tanish. U dehqonlar uchun yangi bozorlar sari yo'l ochilgani va yangi daromad mavsumi boshlanganidan darak beradi. Hozirda mana qovun mahsuloti eksportga tayyorlanyapti. Eksport jarayonlari to'liq nazorat qilinib, dehqonlarimizga, dehqon xo'jaliklarimizga qovun ekish uchun maydonlar ajratib berilgan, hamma qulayliklar, sharoitlar qilib berilgan, imkoniyatlar yaratilgan hukumatimiz tomonidan eksportbop mahsulotlarni dehqonlarimiz mana chiqaryapti. Dehqonlarimizda mahsulotni yetishtirib eksport qilish uchun hech qanday muammo yo'q. Oldin hujjatchilik, pul, valyuta ayirboshlash shunaqa muammolari bo'lardi. Hozir hamma narsa elektron tarzda, mijozlarni ham elektron tarzda qabul qiladi, elektron tarzda sotadi. Hozirda dehqonlarimiz sotolmay qolaman degan shubhani o'zi yo'q. Bozorlarimiz aniq, davlatimiz tomonidan ichki bozorlar, tashqi bozorlar to'liq ochib berilgan. Bu yil ham sherobodliklar respublikada birinchilardan bo'lib qovunning ilk hosilini ola boshladi. Surxon vohasining quyoshli iqlimi, unumdor tuprog'i va dehqonlarning ko'p yillik tajribasi tufayli may oyining boshlaridayoq qovunlar pisha boshladi. Ayni kunlarda esa ta'mi til yorar, xaridorgir qovunlar iste'molchilarga peshma-pesh yetkazib berilmoqda. Surxondaryoda asosan dakara, zarhal, kichkintoy, ko'kcha kabi ertapishar qovun navlari yetishtiriladi. Dehqonlar esa qovunni faqat suv bilan emas, balki yerga singdirilgan mehri bilan sug'oradi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sherobodlik fermer Xondamir To'rayev ko'p yillardan buyon tomorqa yeridan unumli foydalanib kelmoqda. Katta ro'zg'or tebratayotgan xonadon egasi mana shu faoliyati orqasidan oilaviy daromadga erishib, iqtisodiy barqarorligini ham ta'minlashga erishgan va aytishimiz kerakki, dehqonchilik bugungi kunda uning asosiy tayanchiga ham aylangan. Eksport faoliyatini 2014-yildan boshlab Rossiya Federatsiyasi Qozog'iston Respublikalariga eksport qilamiz. Bu yil 400 tonnadan oshiq qovun mahsulotini yetishtirdik. 300 tonnadan ortig'ini eksport qildik. Hozir eksport jarayoni ham davom etyapti. Bu yil eksport bo'layotgan mahsulotlar $2 oshiq kilogrammiga bo'lyapti. Narxi ichki bozorimizda ham 10 ming 12 ming o'sha atrofda. Yetishtirilgan hosilning xorijiy bozorlarga yetib borishi ortida esa katta mehnat va aniq yo'lga qo'yilgan tizim mavjud. Mahsulotlarni saralash, qadoqlash va eksport talablariga mos holga keltirish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bahonada qishloqlarda mavsum boshlanishi bilan bekorchilar qolmaydi. Dalada hammaga ish topiladi. Mavsumiy ish o'rinlarimiz 200 nafar, 300 nafar odam ham bemalol ishlaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang ishlar bilan. Ha, boy bo'ling. Qanaqa ketyapti endi eksport jarayonlari? Xudo xolasa yaxshi. Dehqonchilarimiz hosillarimiz mo'l ko'p bo'lyapti. Ishchilarimiz ishlayapti. Biz endi shu tadbirkorlarimizni tayyorlagan mahsulotni Qozog'iston, Rossiya davlatlariga yetkazib beramiz. Respublikada birinchilardan bo'lib shu yerda ishlayapti. Tezroq shu iste'molchilarga sifatli holatda yetkazib borish bizning vazifamiz. Ilgari mahalliy bozor mahsuloti sifatida qaralgan Surxon qovuni bugun Yevropa iste'molchilari dasturxonigacha yetib bormoqda. Bugun qovunlar ortilgan yuk Surxondaryodan yo'lga chiqmoqda. Bir necha kundan keyin esa uning manzili Moskva, Olmaota yoki Yevropa bozorlaridan biri bo'lishi mumkin. Ajab emas, yaqin yillarda O'zbekiston qovuni ham o'zining sifat va ta'mi bilan dunyo bozorlarida tanilgan kuchli brendlardan biriga aylansa.